Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugungi tema bir qarindoshimizning yozgan xatti to'g'risida maydonga chiqdi. Bir qarindoshimiz shunday bir temani talab qildi, ya'ni bu nima deganda hozir Türkiye'de yangi tariqatlar, jamoatlar, fikr ideologiya guruhlari ko'payib ketibdi. Şuna qarindoshlarimizni bunday qutblashlardan uzoq turishga undash. Shundaqla jamoat, tariqat yoki guruhlarga bo'linishni, bularni tafakkur qilmasdinlar. Bir shayxga yüzünü topshirib etishning oqibatlari, falokatları, baloları, qazolar haqida ogohlantirishni shunday bir temada so'zlashni talab qildik. Chunki hozir Turkiyada Uyg'urlar hali ko'payib qoldi. Misrdan qaytganlar va Sharqiy Janubiy Osiyo tarafdan qochib chiqqanlar bo'lib, Uyg'urlar hali ko'p. Bu Uyg'urlarning ba'zilarining savodi yo'q, ba'zilarining puli yo'q. Shunday sababdan ma'lum jamoatga yashash ehtiyoji bilan bog'lanib qolganlarim bo'ldi ekan. Chunki jamoatning uylari va turadigan tamoq berdi ba'zi yerlarda, yurtlarda. Bu sebep bilan bir jamoatga taalluq bo'lib qolish ahvollari. Mush tufaylidan bir tema so'zlash talab qilingan. Shunga asosan tariqatlarga bo'linish birinchi uchrashganning muridi bo'lishning keltirgan falokatlari mavzuli. Bugungi so'zimiz maydonga keldi. Endi bu jamoatlarga bo'linish, tariqatlarga bo'linish islom tashabbus qilayotgan, tashabbus qiladigan jamoatlash bilan tamoman o'xshamaydi. Bu haqda men eng yaxshisi ulamolar birligidagi qarindoshlarimizdan birisinin, ya'ni damollarimizdan birisinin bu farqni yo'rtib turishini umid qilaman. Chunki men damolla emas, ba'zilar damollada biz qildik deydilar, ammo e'tirof qilishim kerak, men damolla emas. Buni shuna diniy jihatdan yo'rtib turishda ojizlik qilishim mumkin. Ammo mening asosli to'xtaldig'im jamoat tariqatlarga bo'linishning oqibatlari, balo qazolari tarixdan kunimizga. Men bu faqatla oddiy holda buning islomdagi jamoatlash bilan o'xshamaydiganligini deb aytaman. İslam tarixida tabiinlardan keyin boshlangan tariqat va mazhablarga bo'linish islomga puchilish, ojizlash, buzilishdan kelib keldi. Buning bir foydasi bo'lgani yo'q, qarindoshlar. Vaholanki Allah Qur'oni Karimda ey insonlar, sizlarning dinlar haqiqatan bir dindir. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Enbiya surasi 94-oyat. Sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. 52-oyat. Ular, ya'ni ummatlar diniy jihatdan nurg'un firqalarga bo'lindi. Har firqa o'z dini bilan xushaldir. Müminun.
52-53 ayet. Sizlar dinda ixtilof qilishib firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. Rum surasi 32 oyat. Aslida tariqat bir xil tafakkur yo'li yoki tushunish metodi bo'lib, bu ashundoq tushunilsa va shundoq muomala qilingan bo'lsa, ziyni yo'q deyishgan bo'ladi. Ammo tariqat shayxi go'yo bir lider martabasiga ko'tarilib, hatto ilohlashtirilib, tariqatga ergash kishilarning bu to'pi go'yo bir tashkilot tuziladi. Bir partiya bichim olganligi bütün aql ishiltish huquqi shayxga o'tkazib berilgandek, boshqalar o'zini shayxga topshirib etganligi, musulmon qarindoshlar ichida bir millat ichida fikr farqi, qarash farqi borligini keltirib, o'zidan boshqalarni qarshisiga oladigan dushman kesilganliklar uchun bunday turdagi tariqatlar, jamoatlar, guruhlar xatarli, ziyonli tusaldi. Bugunga kelganda mazhablar tariqatlar bilan tugamay, shoxchi tariqatlarga bo'linish yuz bermoqda. Ilgari ko'rilmagan yangi mazmundagi jamoatlar paydo bo'lmoqda. Ularning nurg'uni o'xshash mazhabga mansub ekanligini da'vo qilishsa-mu, ixtilofli qarashlarga ega. Bularning paydo bo'lishi, kuchayishi hargizmi tasodifiy emas yoki normal e'tiqodning taqozosi emas. Faqatla tafriq tarishqili yaraydigan ziyonli omillar. Bunday hodislarning o'tirib chiqishida ikki sabab bo'lishi mumkin. Biri eng sap bo'lganda xususiy manmanlik, kibr, yo'g'onlik hirsi, bir to'p odamning orasidagi inovatli shaxs yoki shayx bo'lish havasi. Buningga tarixdagi biz biladigan aqtog'liq, qartog'liq ikki tariqatni ko'z tutishimiz mumkin. Aslida bir navri akuklar bo'lgan bu ikki shaxs ikki tariqat qurdi va bir-birini kafirga chiqarib, aslida siyosiy xirq hokimiyat talashadi. Ammo buni ergash kuchlarga, ixlosmandlarga din qilib tushundirdi. Shunlashqa qarshi tarafni kafir deydi. İkincisi, düşman kuchlarning pardaqisida yo'l ko'rsatishi, nafs shayton orqali setib rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Tariqatlar dushmanning hujumi yoki singib kirishlari uchun tarixdan beri ojizalqa bo'lib keldi. Nima uchun ojizalqa? Tariqat va jamoatlarda sadoqat boshda. Ya'ni aqldan burun turadi. Chunki aql, tafakkur, tariqat shayxiga havola qilingan yoki topshirilgan bo'ladi. U biz uchun o'ylaydi. Uning bir bilgini bor, bir o'ylig'ini bor shaklida bo'ladi. Masalan, zo'r ko'pchiligimiz biladigan Turkiyadagi nurchilar, deydi, Fathullah Gülenchilar. Hali aqlli ko'ringanlarga, oliy maktab tugagan ziyoli mundaq nurchilarga Fathullahning ba'zi oshkora kufr so'zlari va haddarkatlarini deb yildirishga urinsangizmi, u allaqachon aqlini chig'irning tashiga tepib yotgan, o'zini tamoman Gulanga topshirgan holda bo'lg'achqa, uning bir o'ylig'ini bor, bir bilgini bor deydi-da, yana sadoqatidan yejilmaydi. Aqlni chig'irning sirtiga tepib, sadoqatni oldin qaratga qo'yishning oqibati nimadir? Bu Qur'onga uyg'unmidir? 700 oyat aql va aql ishlatishga aloqador. Qur'onda. İmam Maturidiga o'xshash kishilar yomon go'zal bilan sat aql orqali bilinadi. Yani İmam Maturidiga ko'ra yaxshi bilan yomon, go'zal bilan sat aql orqali bilinadi.
Etraftaki maddi barlık, yani mevcudiyet, bu ayet bulup Allah'ın birlik ve barlığını anlatıdır, düşündürdü. Bunu düşünüş için bu akıl ve mantık gerek bulup, akılını şeyh tapşırıp koyganlar bunu bilelmeydi. Şeyh'nin ağzı qaraydı. Perdaqısıda casusluk bolgan tariqat yoki mazhab shaxslarida ko'z qarash o'xshamaslik keltirib chiqarib, o'zaro ziddiyat kisilish ko'zlangan bo'ladi. Ko'z qarash yoki tushunish va tushuntirish metodika o'xshamaslik yaratish chorasi intayin ehtiyotchan va intayin osti qadamlik uzoqlashish metodiga tayinadi. Ya'ni bir tariqat beshidagi shayx dinning asosiy prinsipidan biriga qarshi ko'z qarash o'tirib qo'yishi mumkin emas. Intayin uzoqdan boshlangan asta harakatlik bir ilgirlashning natijasida odamlarni ergashtirish mumkin. Masalan, avval to'g'ri targ'ibotlar, eng yolqinliq tabliğ suhbatlari, eng qanoatlantiruvchi bilim va mantiq asoslar ko'riladi. Faqat ma'lum musofaga kelganda en zirek adamlarni bir yomon niyat, bir xato ide yoki xato qarashni bayqayolmag'idek holda intayin kichik bir farq qistirilishi mumkin. Agar buni biz bir geometrik grafikda ko'rsatsak, shunga o'xshaydi. Üst-üstiga tushgan ikki siziq. Bir siziq üst-üstiga tushganda, biri dinning asli prinsipi desak, ma'lum tariqatning yo'lidir. Bu ikki siziq üst-üstiga tushganda go'yo bir siziq bo'lib ko'rindi. Bir siziqdek davom qilib kelib, 1 minut, bu hatto 1 sekund, bulungni o'lchaydigan o'lcham, bu soatning minut sekund emas. 1 sekundlik bir bulung hosil qilib, tuzsiz siziqdan ayriladi. Dastlab bu tom bir siziq shakli keladi. Arasida bo'shliq bo'lmagan shaklda ko'rinishi mumkin. Andın yanmayan menayotgan ikki parallel siziqdek tuyg'u berdi. Amaliyotda parallel emas. Chunki parallel siziqlar mangu kesishmaydi. Siziq davom qilgan siri bir-biridan uzoqlashadi. Arliq kengaydi. Xuddi shunday. Avval intayin kichik farq bo'la boshlanganligi uchun nurg'un odamlar yo'ldan sirtqa burilganliklarini sezolmaydi. Ammo keyin yiroqlashgan chog'dimi bu yo'ldan chiqmas bo'lishadi. Chunki bu vaqtgacha tariqat shayxiga bo'lgan ixlos, sadoqat tufayli allaqachon o'zining tafakkur qobiliyatini yuttirgan, o'zini tamoman shayxga topshirib o'tgan bo'ladi. Bu yiroqlagan ochmoqni faqat sirtdagilar ko'ralaydi. Bir qistirma. Bu faqatla diniy soha bilan cheklanmaydi. Bunday bo'linishlar. Hech bo'lmaganda biz uchun shunday. Xitoylar biz uchun ideologiyalik mas'uliyat ishlab chiqaradigan bir turkum setilma mutafakkurlarni, fikr odamlarini, ideologlarni ishga solishi, hatto maydonga tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ularning metodimi yuqoridek bo'ladi. Tariqatlar, jamoatlar umuman bo'linib guruhlanishlarning orqasidagi psixik qurilma. Bunda 4 asosiy qadam bilan bo'ladi. Buna dikkat qilinglar. Birinci, qiziqtirish, qiziqish bosqichi. Qiziqtirish va qiziqish bosqichi. Ya'ni to'pqa shayxning atrofiga olishdiganda. Bu bosqich yangi qatnashganlarni to'pqa qiziqtirish uchun bu yerda faqat umum tarafidan suyulgan temalarda suhbat qilindi. Din, masalan, ko'pchilik tarafidan qiziqiladigan bir tema. Vatanparvarlik hikoyalari bo'lishi mumkin. Tarixdan qiziqarli bayonlar bo'lishi mumkin. Agar bu millatchilik tusidagi guruh bo'lsa, qatorliq mazmunlar so'zlanishi mumkin. Kechlik vaqtlaringizda baribir dam olasiz. Nurg'un ma'nisiz ishlar bilan vaqt o'tkazishingiz muqarrar. Undan ko'ra bu to'qqa ketilib ma'nilik suhbatlarda bo'lish, bilmagan yangiliklarni anglash cho'qim sizning zavqingizga uyg'un kelishi mumkin. Shunday qilib siz bunday guruh suhbatlarining mudavomi bo'lib qolasiz. Ya'ni
doimiy qatnashquchisi bo'lib qolasiz. Ikkinchi bosqich. Topning illiqligini his qilish va bog'lanish, topga rasmiy qabul qilinish. Topda bo'lgan kunlarda topning yanama boshqa foydalarini ko'rishingiz mumkin. Top bo'lgan yerda cho'qim turli uchurlar bo'ladi. Bulardan sizga kerakli uchurlar chiqib qolishi mumkin. Bu bir foydasi. Masalan, sizning ma'lum bir ehtiyojingiz bor. Deylikki ish izlaysiz. Topdagilardan biri dal o'zi ishlaydigan o'rinning odam olmoqchi ekanligini biladi va sizni tanishtirishga va'da qiladi. Siz yoki oilangizdan biri kasal, yaxshi bir mutaxassis doktor izlayotgan bo'lasiz. Topda birining ashundoq tanishi bor. Demak, topning bunday foydalari o'zaro manfaatdorliklar tufayli top sizning rasmiy orzulab qo'shiladigan yeringiz, oilangizning bir parchasi holiga keladi. Bu holda siz o'zingizni bu topning rasmiy a'zosi deb biladigan bo'lasiz. Diqqat. Uchinchi bosqich. Ishchi bo'shatilgan hukmlar bosqichi. Ya'ni ishchi bekorlangan hukmlar bosqichi. Har qanday bir top yoki jamoatning guruh qilishidan bir shuari bo'ladi, bir g'oyasi bo'ladi. Mana shu g'oyaning butun mazmunini o'z ichiga olgan bir hukmnoma bo'ladi. Mana shu hukmning ishchi bekorlanadi. Puchak shakalga aylantirilib, buning bir yanaqni misol keltirib, ko'p hollarda bir yanaqni tasavvur qiling. İçideki mağzi azazdan kovlab elinip, bekor bo'lgan boşlukka lay to'ldiriladi. Shuni tasavvur qiling. Ammo sirtqi ko'rinishi yana yanaq. Yanaq shaklini qolgan, ichi tamoman yoki ma'lum darajada almashtirib etilgan. Shunday bo'lsa-mu, siz uni ko'tarib olib, bu yanaqdir, bu yanaq deb davron qilaverasiz. O'rniga tariqatning asosiy maqsadlari yana hukmnoma bilan to'ldiriladi. Hammasini almashtirishim kerak yo'q. Ilgari samoviy kitoblarni o'zgartganlarni o'z nafs xohishiga zid kelgan yerlarini almashtirgan deyiladi emasmi? Ana shunday almashtirish bo'ladi. Ya'ni mag'izning bir qismi. Bu bir diniy to'p bo'lgan bo'lsa, islom ularning asosiy shuari. Mana shu islom bir ot sifatida qolaverdi. Ammo islomning mazmunlari almashtirildi degan gap. Vatanparvarlik yoki millatchilik qatorliq iddiviy iqimlarni g'oya qilgan to'plar bo'lgan taqdirdami o'xshash. Avval shuar qilingan hukmlarning ichi bekorlandi. Ya'ni asli haqiqiy mazmunlari bekorlanib, uning o'rniga mush to'pning faqat shayx qilib ma'lum bo'lgan maqsadlari to'ldirildi. Aslida ma'nosi yo'q qilinib, o'rniga tamoman boshqa bir ma'no. Shu guruh jamoat yoki tariqatning faqat boshqa odamlarni biladigan g'oyasi. Avval buni shayxlar biladi, keyin o'zi ishongan bir necha odamga tashkirlanishi mumkin. Bir izohat yenidan to'qqiz etilganlarga butunlay to'g'ri narsalar so'zlanadigan ham shunday qilishga majbur bo'lg'achqa tariqatlarda ko'p hollarda daraja tuzumi ko'p ballanpaylik a'zolik bo'ladi. Bular batiniy tashkilotlarning qurilmasiga o'xshab ketadi bular. Bu hol toki Hasan Sabbahning asoslaridan bugungi nurchilargacha va barliq maxfiy jamiyatlar batiniy tashkilotlarning hammasida ana shu Hasan Sabbah metodidagi pallanpaylik a'zolar guruhlari bo'ladi. To'pqa tamoman jalb bo'lmay turib, ichi bekorlangan hukmlarni anglitishni boshlashga bo'lmaydi. Shundaqla tariqatning asli muddaosini tuvan pallanpaylik a'zolarga anglatgani bo'lmaydi. Ve bu darajalarda ilgirlagan siri asli modda aydınlaşışa başlaydı. Lekin bu vaqtda uning yenib olishi mumkin emas. Turli qiziqtiruvchi manfaatlar, mansablar, to'zoqlar, tahdidlar yo'li bilan yo'lga davom qilaverasiz. 4-bosqich shartsiz bay'at. Siz to'pqa o'zingizni tamoman topshirgan bir vaziyatga kelasiz. Bu shayx shartsiz bay'atdir. U nimani buyursa ijro qiladigan bo'lasiz. Uning g'oyasi sizning g'oyangiz, uning millati sizning millatingiz.
Onun menfaati sizning menfaatingiz a'lo keladi. Tariqatlar orasidagi ziddiyatda cho'nglik da'volari, to'g'riliq da'volari, bayat qilguvchi odam sonining ko'pligidan ma'lum bo'ladigan yoki shundaqdek tuyg'u beradigan bo'lg'achqa odam jalb qilish raqobati kun sari ig'irlashib boradi. Her tariqat o'zinikisini eng to'g'risi deb qaraydi. Buningga bir hadisni hammasi misol oladi. Bu hadis Yahudiylar 72 firqaga bo'linib ketdi. Mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Ulardan birisi to'g'ri yo'lda, qolganlari ozg'unlikda degan hadis. Hamma tariqat o'zlarini ash to'g'ri yo'ldagi birisi biz deb jakalaydi. Bundaq düşmanlik kuchi berib yetadigan raqobat tashqi dushmanlar uchun tepilg'usiz fursatlar ato qiladi. Tariqatlarning o'zini kuchaytirish xirislari bir nafs xohish bo'lib, nafs quturgan yerda hamon shayton hozir bo'ldi. Buning o'z tariximizdagi misolini ko'pchilik biladi. Yuqorida dedik, aqtog'liq, qartog'liq xo'jalar. Endi hozirgi zamondagi namunalardan birini diqqatingizga sunamiz. Bu Iroqning ishg'ol qilinishi. Amerika armiyasi quruqlikdan Iroqqa kirganda, chegara bo'ylarida azroq qarshilik uchragan hisobga olmaganda, hech qanday qarshiliksizlar Iroqni ishg'ol qildi. Eng jiddiy qarshilikning Bag'dod atrofida bo'lishini kutgan dunyo jamoati xuddi patnus tusunib berilgandek Bag'dodning Amerika askarlariga jimjit o'tkazib berilishiga hayron bo'lishdi. Nima ish bu? Amerikaliklar siyirgar emasdi. Hamma Iroq askari toshqa aylantirib o'tmaganda. Aslida bu bir tariqatning, Kasnizani tariqatining ishi edi. Kasnizani tariqati bir Kurd qabilasi bo'lgan Kasnizanilarning shayx tarafidan qurilgan bo'lib, shayx Abdulkarim Kasnizani boshqa tariqatlarga o'xshash xilvatga bekinib tasvir siylaydigan turdagi bir shayx edi. Boshlanishi bu. Ammo uning o'g'li shayx Muhammad Bag'dod universiteti iqtisod va boshqarish kasbini tuturgan bo'lib, Saddam tutqun qilingan zamonlarda 60 yoshlarda edi. Tariqatni jonlantirib, davlat ishidan istilo qilgani uning o'g'li Nehru edi. Nehru ismiga qaranglar, o'zini musulmon deydigan turib, Hindining ismini qo'ygan ikki o'g'liga, birisiga Gandhi, birisiga Nehru. Nehru tasvir siyirishdan ko'ra siyosatkorlashga havaslik edi. Shundaqla uning eng qiziqadigani ayollar, qimor va ichimliklar edi. Bundaq bir ojiz halqa jasuslik uchun tepilg'isiz yo'chiq emasmi? Tariqatga qo'shilgan diniy olimlar amaliyotda Mossadning jasuslari. Din nomi bilan Kabala mistizmini aralashtirgan iddialarni taqib allaqachon kontrolni qo'lga olgan edi. Kabalani bilasizlar. Kabala Tevratdan qolsa Yahudi dinining ikkinchi muqaddas kitobi. Chunki birinchi qitimli qo'ltiq urushdan keyinlar Mossad Iroqda jiddiy turda faoliyatlarni kuchaytgan va ichidan moslashadigan bir ittifoqchi izlamoq edi. Kasnizani tariqati ularning ishiga yaraydi. Nehruning kishilik ojizliklari naq lo'q go'shning yuzi edi. 10 yilcha vaqt ichida Kasnizani tariqatining muridlari shunchalik ko'paydiki, Iroq armiyasidagi generallarning hammasiga bu tariqatga murid bo'lib qolmay, Saddamning xotini Sajida Xayrullah, Saddamning inillari Vatban va Barzan, o'g'li Udayg'icha tariqatning muridlaridan bo'lishdi. Iroq armiyasining bosh qo'mondoni marshal Ayat Fath al-Ravi, bosh harbiy istixborot boshlig'i marshal Vefiq al-Samarai, havo armiyasi qo'mondoni marshal Hamid Shaban qatorliq yuqori darajalik amaldorlarning hammasi shayxning oyog'iga suyib, uningga murid bo'lishgan edi. Bu tariqat
Mossadning changilida bo'lish alayidligiga ko'ra g'oyat tabiiy holda ideologiyalik chirtish bilan qanoatlanib o'tirmadi. Tariqatga eqayotgan millionlab dollarningmi roli bo'ldi albatta. Natijada Saddamning xizmat jarayoni emas, yotoq uydagi mahramiyatlargacha soat Mossad punktiga yetib turdi. Amerika armiyasi yetib kelganda bo'lsa, shayx muridlarga qarshilik qilmaslik to'g'risida ta'lim berdi. Amerika armiyasiga qarshi turmaslikni iymon jumlasidan tushuntirdi. Natijada tanka, top zambirak qatorliq qurollar generallarga kelgan telefonlarda belgilab berilgan joylarga tizib qo'yildi. Boshqa qurollarni belgilangan joylarga to'plab qo'yildi. Iroq askarlari o'tirdan g'oyib bo'ldi. Iroq patnus dedi, marhaba, demokratiya ilib keldigan Amerika. Yuqorida deb o'tganimizdek tariqatlarda muridlar uchun aqldan burun sadoqat keldiganligi, muridning millati vatani bo'lmaydiganligi, shayxning malaylarga aylandiganligi, tafakkur qilish, aql ishiltish alayidligi va huquqini tamoman shayxga topshiradiganligi alayidliklariga ko'ra, shayxning buyruqlari hech qachon so'roqlanmaydi. Sababini na so'rashga, na o'ylanishga bo'ladi. Shartsiz ijro qilishli kerak edi. Mana shunday qilib, murid generallar vatan uchun urush qilish o'rniga shayxning buyruqini ijro qilib, barliq ig'ir qurollarni ko'rsatilgan yo'llarga tizib qo'yib, yeniq qurollarning bir yerga to'plab qo'yib, askarlar taqilib ketdi. Muridning vatani bo'lmaydiganligini, millati bo'lmaydiganligini yana Turkiyadagi Gülen jamoatining qilmishlaridan ko'rib olish mumkin. Islom to'ni kiyib olgan bir jamoat bo'lishib qaramaydi. Din dushmani bir partiya uchun ovoz to'plash faoliyati olib bormadimi? Türk millati nomi xizmat qilayotgan davronlarga qaramaydi. Türk dushmani bir partiyaga destekchi bo'lishqamadi. Hatto rak kesil jon talashayotgan, oxirgi umrini yashayotgan ota-onalarga echinmagan jamoat muridlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ota-onasini emas, jamoatni tanladi. Ota-onasi o'rniga Gülenni tanladi. Manqurtlashgan. Bo'libmi bugungi kunda tariqatlarga bo'linish bizdek ojiz bir millatga ko'tirib qo'qqisiz bir fojiadir. Shunga qarindoshlar dushmanning hilasidan hezi bo'lishimiz kerak. Tafriq terrorchilarning dinni mudofaa qilib, Allohning og'zidan tushirmaydiganligi aniq bo'lsa-mu, fitnaga sabab bo'ladi ekan, u ko'rsatgan olamshumul katta gaplardan qat'iy nazar unga yo'l qo'yish, quloq solish xato. Islom intayin realist bir dindir. Shunga insonning nafs bilan yaratilganligi hamon qo'l ichiga egildiganligidan iborat reallikni nazarga ilib, har qanday yaxshilik, siyla rahim, zakat qatorliqlarni oiladan boshlashga yo'l berilgan. Bundan chiqqanda biz o'z millatimizning g'amini qilsak, tamoman to'g'ri qilgan bo'lamiz. İslamның tashabbus qildig'ini butun mo'minlar qarindosh tur prinsipidagi jamoatlashish bo'lib, qarama-qarshi qutblashish emas. Xuddi shuningdek, dindan boshqa siyosiy ideologiya sohalarimizda fikr o'xshamaslikka yaratish urinishlariga diqqat qilish lozim. O'xshamagan qarashlarning bo'lishi mangu bo'lib turadigan ish. Ammo o'xshamagan qarashlarni asos qilgan guruh qilishish, qarama-qarshi qutblarga bo'linish xatarli. Deb o'tganimizda bu ishlar Xitoy bayrog'ini ko'tarib chiqib qilinmaydi. Oshkora bilinadigan shaklda qilinmaydi. Yuqori deyilgandek intayin kichik bir ochi bilan ayrilib chiqishi mumkin. Shunga ba'zi faili majhul shaxslarning so'z harakatlariga alohida ishora bo'lish kerak. Bugun torlarda bir turkum kallasi yuzilgan atalmış islomchilar paydo bo'lib qoldi. Ular da'vatgan bayroq, davlat tuzumi, millatchilik, demokratiya talashlari aslida bak yangilik emas. Bu o'yinni Xitoylar burun bir qatim o'ynagan. Men buni tekrar dedim qarindoshlar. 97-99 yillar orasida O'rta Osiyo, Pokiston va Afg'onistonda bo'lgan azodlik harakatining tayyorliklari avj olgan yillarda Xitoylar tarafidan kallasi yuyilgan odamlar dal mushundaq talash tortishlarni o'tirib qo'yib,
Kurulmagan devletinin tüzümünü talışış, bayrağını talışış türdeki adamın aklı kubul kıyısız mətuluqlarını kılıp, sepni bilip düşmenge begayet köp payda yetkizgen edi. Vatan millet için öz şehit olmaydı, müstakillik için öz şehit olmaydı degендek ölçemini kaçırgan əsəbilik bilen nurgun Xitayga qarşı güçlerinin kızgınlığı sus etken. Ümitsizlenişke sebep bolgan edi. Hatta ular vatanga yolga selyapkan jigitlerge şundaq mı tapılgan. Vatanga barganda agar demokratchilar sizlarga yaqinlashib, birlikda harakat qilaylik desa, ma'qul deb qo'yib, sirlarini bilib olgandan keyin Xitoylarga deb qo'ysanglar, savob topsizlar. Bu degan zolimning qo'li bilan yo'qotish deganning dal o'zi deyishkichi berib ketgan. Xitoyga qarshi kishilarni faqat ko'z qarash talishib, dushmanga tutib berishdek sharmandaliklar targ'ib qilingan edi. Osmondagi g'ozning sho'rpisiga manchilash tipidagi bunday g'alatilikdan maqsad zadimi? Qo'saqdagi o'maç qanchalik? Hayotingda qancha kitob o'qiding da bunchalik bilib ketding? Shu chaqlardagi atalmış islomchilarni xuddi bugungilardek fikr qiladi. Qur'onda Sharq Turkiston deb yo'q. Alloh bizning Sharq Turkistonni nima ishga ozod qilmadi deb so'ramaydi. Sepimizni tozalab etmay turib Xitoyga qarshi bir paymi o'q etishga bo'lmaydi. Agar demokratchilar g'alaba qilib qolsa, texmi yomon bo'ladi. Shunga bu ishni buzib etganligimdan faxrlanaman degandek gaplarni qilishgan. Yani Xitoy turuvagini yaxshi. Demokratchilar Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgandan ko'ra Xitoyning turuvagini yaxshi deydigan yaxshi berib ketgan. Ko'rinib turibdiki, yana Uyg'urning demokratchilar hokimiyatga chiqib olgandan ko'ra Xitoyning turuvagini yaxshiroq. Ko'rdingmi? Naqadar xatarlik. Uyg'urning demokratchilari Xitoydan xatarlik deyishdiki, mantiqi nimadir? Shuni oldin kesib aytishga bo'ladiki, eng murtad bir Uyg'ur bo'lgan taqdirdami, hech bo'lmasa o'zi so'zlayotgan tilni cheklamaydi. Bir payda. Yüzümde çağlamay şıltın etiptimen, palazgı yögünüp, hepti yetiptimen degендek, yüzünü sordurduğu yerinin tayini yoktuğun ahvalda bütün dünyanı azat kılıp İslam nurgu türkümek için buluşattı. Hemen arasını aşkarı cakalaşını teşebbüs kıygında haqni yoşuruşku bulmaydı o. Yani mahbiyetlik mi karşıydı? Bu acayip bir İslam idi ki tamamen içi bikalandı. Başka narsalar doldurulgan. Aşı devirdeki g'alatiliklarga raddiya berilgan maqolalarni Eynek namlı kitapqa toplagan edim. Shuningdan ko'ralaysizlar. Go'yo bu odamlar demokratiyani ko'rib boqqandek, demokratiyada to'la yashab zerikib ketgandek gaplarni qiladi. Bugungilarning 20 yil o'tganda dal o'xshash gaplar bilan o'tirib chiqishi tasodifiylik emas. Bu bo'linishning bixi. Bu dushman selayotgan halala. Bu düşmanın tozuqi. Ama bu biçarlar tunca uçuraşqanlarla muğurtu bulup, şununla toğra deyişki ügütülgenler boğaçqa bularga gap anlatış mümkün emas. Ular bir kunlar dünyanın hiç yerigi patmay, yüzünü sığdırdığan ve yer tapanmay, ahir bir demokratik devletke kelip jana aram tapqanda, xuddi yaqin o'tmishdikilardek. Andın tushunadi. Ama nurgun kech qolgan bo'lamiz. Fursatlarimiz zoya bo'lgan bo'ladi. Şuna yakın ötmüşteki İslamçılardan bugün vatan millet demesi bo'lmaydiganligini tunup yetken qarindoshlarımızның o'tirg'i chiqib, öz keçmişi, tecrübesi, açık savaklarını misal qilib, bularga tushundirishi bir milliy burchdir. Ama bununla zor derecedeki kurban berish ro'yi, otdan tushish ro'yi, inovatidan ensirmay haqni e'tirof qilish ro'yi bo'lish talab qilindi. Samimiyat bo'lmay turib, haqqa nasihat qilib olmaydi. Yani şu çağlarda xuddi mushu bugungilarning ma'tulatchi gaplarini qilib deb yurganligining xato bo'lganligini, u chaqlarda dekadilli kuchinib talashganligini, endilikda buning xato ekanligini tunib yetganligini samimiy e'tirof qilmasdilla, biz azaldan mushunda qarash etdik deyish bilan bundaq nasihatning turi bo'lmaydi. Mana buni bilish lozim. Qarindoshlarimiz haqiqatlar haqida so'zlaydiganlarimiz bana bu. Hammanglarga rahmat. Agar chalillari bo'lgan bo'lsa, savol so'rasanglar
yana to'liqlashga tirishimiz. Bu tema o'shada tamom. Alloh hammanglarni salomat